Bugun yazliq dala faoliyatimizning tunji kuni. Savaqdaşlar, hozir o'zimizni chiniqtirish uchun atrofni to'liq kezib chiqamiz. Namoz asr bo'lib ketdi. Texchi biz noshta qilmadik. Rost, qo'rsqim bek ichib ketdi. Qo'rsqi toza ochsa, ovni yaxshi o'lay olamdikan deb sizlarni texicha noshta qildirmadim. O'g'lashmi? Shundoq savaqdaşlar, bugun nima o'lay olsanglar, shuni yeysizlar. Hozir ikkiga ayrilamiz. Bir guruhga ovg'i chiqadi, yana bir guruhga tamoq tayyorlik qiladi. Qani amsa, harakatninglar savaqdaşlar. Oylanatqılı xeyli uzun bo'ldi. Birer hayvanning qorsini mi kömüdük? Qandaq mı qilamiz? Opam degandek pechini pranik bo'lsa elib olsam bo'pti-kan, to'q. Pasroq gap qilinglar, o'ni urkitib qo'ymaylik yana. Qorong'u, yov to'shqon. Men tutib kelay. Yana qochirib qo'yding, Abdurahmon. U bek tez yuguraydigan emasmi? Shunga tutamay qoldim. Qorong'u, biz tayyor oljaga erishdik. Bek yaxshi bo'ldi. Afsus. Buni yegili bo'lmaydi. Nimishqa? Bu harom bo'lib qopti. Buni yeyishga bo'lmaydi. Juringlar, yana izlaylik. Bu atrofda tog' tekisi ko'p uchraydi. Qorong'u. Ana, avoqiya qaranglar. Ular usib etibdi. Bek yaxshi bo'ldi. Olja o'zi oldimizga keldi. Yaqinroq berib qarab boqaylik. Menglar, buni chidirga etib ketib, kavob qilib yeylik. Yo'q, yeyishga bo'lmaydi. Bumi harom. Nimishqa haram? Chunki birinchidan uni teki usivatdi. Usib o'ltirilgan hayvonni yegili bo'lmaydi. Ikkinchidan, egizdan yiqilib tushib o'ldi. Bunimi yeyishga bo'lmaydi. Allah Taala bu şekilde ölgen hayvanlarni yeyishni haram qilgan. Meni o'sha yerda 1 soat saqlab tursanglar bo'lamdi. Men beribla qaytaman. Nega bormoqchisan? Bu yoqqa kelib etib, yo'l ustida bir oshxona ko'rgan edim. Berib Bugun o'zimiz ovlab yeymiz. Menglar, chuqum o'lji tepiladi. Bo'la Ömer, ağamchini be. Mana, Qani, Adil, bingsingni bir ko'rsatib qo'ymamsan. Salma etib tutib olgan bo'lsak, yaxshi bo'ladi. Muallim, uni oxiri tutib oldik, a? Afsus, bunimi yegili bo'lmaydigan bo'ldi-da. Nimishqa hamdi? O bo'g'ilib o'lib qoldi emasmi? Bo'g'ilib o'lgan molmi o'xshashla harom hisoblandi. men qasdan qilmagan tursam, rostilla qasdan qilmadim. Bo'g'ilib o'lgan hayvonni Alloh taolo harom qilgan. Qasdan qilish qilmasligim bilan munosabati yo'q. Hech nima ovliyolmaydigan o'xshaymiz. Alloh rizqimizni berib qadar savdoshlar. Qani, menglar, yana izdab boqaylik. o multiq ilib olgan bo'lsam japat tatib yurmagan bo'latdiq. Yo'q, savdosh Xolid. Miltiq bilan etib o'ltirsangmi bo'lmaydi. Chunki urib o'ltirilgan hayvonmi o'xshashla harom qilingan. Urmay otdigan tursam, Miltiq bilan otsangmi urgan bilan o'xshash. Tosh tushib, ezilib o'lsimi, urilib o'lgan bo'ladi emasmi?
Bo'g'izlashga ulgurmay o'lib qolsa, harom bo'lgan bo'ladi. Agar otgandan keyin jini chiqmagan bo'lsa, bo'g'izlab olsang halol bo'ladi. Qorongla, ovuyada kiyik turdi, uxlavottamda nima? Buni ala, o'zingni yana bir ko'stib qo'yg'i. Yirtqich hayvonlar o'lgan kiyikka. Yirtqichlar qo'rsqimizning oshqini bilib, nesiyimizni ayirib qo'ygan o'xshaydi. Lekin bu bizga bo'g'ichi o'lib qopti emasmi? Alloh taolo yirtqich hayvonlar yerib o'ltirgan hayvonlarni yeyishni harom qilgan. Sura Maidada qaysi xil shaklda o'lgan hayvonlarni yeyishga bo'lmaydiganligi haqida tafsiliy oyat bor. Bakir, shu oyatni o'qib bergina. Qo'g'landi shaytonning sharidan Alloh qisig'ini panoh tilayman. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'chqa go'shi, Allohdan g'ayrining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvon harom qilindi. Lekin bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Hamda butlarga ilib berilib, uning yanında bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Pal uchun ishlatiladigan 3 parcha yog'och, azlam bilan pal selishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kofirlar bugun sizlarning dininglardan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar. Mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni kamolatga yetkazdim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. Islom dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimiki ochliqda, ilojsizlikdan, gunohini maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Muallim, men faqatli tushunmadim. Alloh nima uchun bularni harom qiladi? Alloh taolo bir narsani harom qilgan bo'lsa, cho'qim bandalarning manfaati uchun harom qilgan. Bandalarga ziyonliq bo'lganligi uchun harom qilingan bo'lishi ehtimolliga yaqin. Nemishqa harom qilinganlikning hikmatini eng yaxshi bilguchi Alloh taolodir. Biz faqat Alloh taoloning nejis narsalarni harom qilganligini bilsak kifoya. Shariat bo'yicha bo'g'izlanmay o'zi o'lib qolgan hayvonlarning qini sirtqa oqamay ichida qog'ashqa. Bu xil hayvonlarning go'shi insonlarga ziyonli. Ammo dengiz mahsulotlari buning sirtida. O'zi o'lib qolgan bo'lsa-mu, yeyishga bo'ladi. Alloh taolo ularni pokiz yaratib bergan. Hayvonlarni bo'g'izlaganda cho'qim qini eqib chiqib ketish kerak. Qon eqib bo'lgandan keyin tomirlarda qolib qolgan qonlar harom emas. Pokiz qon hisoblandi. Ahli kitobdan bo'lgan Yahudi va xristianlar cho'chqa go'shini pokiz deb o'ylab qolg'ashqa, Alloh taolo cho'chqa go'shining harom ekanligini bayon qilgan aniq oyatni nozil qilgan. Allohdan g'ayrining nomiga bo'g'izlangan deganni qandoq tushunamiz? Allohdan boshqasining nomida bo'g'izlangan demakchi. Ya'ni bo'g'izlangan vaqtda Alloh taolaning ismini atamay, but, avliya, yulduz qatorliq boshqa narsalarning ismini atab bo'g'izlagan hayvonlar. Mal bo'g'izlagan vaqtda Alloh taolaning ismini atsa, pokiz ham halol bo'ladi. Boshqasining nomini atsa, mehnat ham harom bo'ladi. Yirtqich hayvonlar qaysilar muallim? Bo'ra, yo'lbos, yilpiz degandek hayvonlar va hayvonlarni ovlab yeydigan qushlar. Demak, yirtqich hayvonlar ovlagan hayvonlar harom. Xuddi oldimizda turgan mavi kiyikka o'xshash. Bildinglarmi savodashlar? Bo'g'izlavog'ininglar halol bo'ladi deganchu. Yuqorqi hayvonlar ovlagan hayvonlarni o'lib ketib bo'g'icha bo'g'izlab qandoq turgan bo'lsak, u vaqtda halol bo'ladi. Yeyishga bo'ladi demakchi. Butlarning yiniq elib berilib bo'g'izlangan hayvonlar deganchu. Jahiliyatda mushriklar butlarning va tashlarning oldiga mollarini opirib shularga atab bo'g'izlaydi. Bular butlar nomiga bo'g'izlanganligi uchun o'xshashlar harom qilingan. Chunki boshqa narsalarga atab bo'g'izlaganlik Alloh taologa sherik keltirganlik bo'ladi. Bu oyatda Alloh taolo ya'ni azlam bilan pal selishni harom qilgan. Azlam pal uchun ishlatiladigan 3 dona o'q. Jahiliyatdagilar bu o'qlar orqali pal salatdi. 3 o'qning birisiga qig'in degan xat yozilgan, birisiga qimma degan xat yozilgan, yana biriga hech narsa yozilmagan. Biror kishi safarga chiqishni yoki boshqa ish qilishni niyat qilsa, pal o'qidan birsini elib, nima yozilgan bo'lsa, shu bo'yicha ish qiladi. Ya'ni agar qig'in degan pal o'qi chiqqan bo'lsa, ishni davomlashtiradi. Qimma deb yozilgani chiqsa, ishidan voz kechadi. Hech narsa yozilmagani bo'lsa, xat yozilgani chiqquncha chaqtartadi. Alloh taolo buni harom qilgan. Biror ish qilmoqchi bo'lsak, Allohdan yordam tilab istixora silishimizni ko'rsatgan. Oyatning oxirida Alloh taolo pokiz narsalarni halol, paskinli narsalarni bo'lsa harom deb bu dinni mukammal qilib berganligini bayon qilgan.
Agar bir kishi ochliqdan o'lay deb qolgan bo'lsa-mu, harom qilingan narsalarni yesa bo'lmamdi, muallim. Tushuntirib qo'ying, a? Bo'ladi saboqdoshlar. Buningga Alloh taolaning oyati javob bersin. Kimiki ochliqda ilojsizlikdan gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa gunoh bo'lmaydi. Alloh mag'firat qilguchidir. Bandalariga nihoyatda mehribondir. Demak, bu xil ahvol ostida jinini saqliqdek miqdorda yesa gunoh bo'lmaydi. Bu dinni bizga oson qilib bergan Allohga ming martaba rahmat. Asr vaqti bo'ldi. Namoz o'qib olaylik. O'g'ni namozdan keyin davomlashtiraylik. Xolid, azon o'qigin. Ma'qul, muallim. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar.